Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga urologiyada juda ko'pchilik bemorlarni bezovta qiladigan asosiy muammolardan biri siyish jarayonida achishish. Shu haqida gapirib bermoqchiman. Nima uchun o'zi achishadi? Achishish mexanizmi nimadan kelib chiqadi? Achishish deganda umumiy qilib aytyapman. Achish deganda bu siyish jarayonidagi og'riq, kuyish hissi, demak qanaqadir diskomfort holatlar hamda demak tez siyish ham shunga qo'shilib ketadi. Shularning rivojlanish mexanizmi qanday kasalliklar tufayli kelib chiqadi? Urologiyaga, ya'ni siydik yo'llariga bog'liq bo'lmagan kasalliklarda ham achishish mumkinmi? Ularni qanday qilib davolaymiz, qanday qilib tashxislaymiz va qanday qilib to'g'ri taktika qilamiz? Shular haqida batafsil ma'lumot berishni reja qilganman. Videoni oxirigacha ko'ring, albatta manfaatli bo'ladi. Sababi inson hayotida bir marta bo'lsa ham siyish jarayonida achishish yoki shu kabi noqulaylik hissiyotlarni boshdan o'tkazadi. Shunday jarayonlarda to'g'ri davolab, to'g'ri vaziyatdan chiqib ketishni o'rgataman. Demak, qanday sabablar tufayli siydik yo'llarda achishishlar bo'ladi? Achishishga sababchi bo'luvchi kasalliklarni men 6 ta guruhga bo'lib chiqdim. Shularni sizlarga ketma-ket gapirib beraman. Birinchisi bu siydik yo'llari infeksiyasi. Ayollarda ham, erkaklarda ham uchraydigan sistit, prostatit, vezikulit, demak pielonefrit, shu kabi barcha siydik yo'llarga uchrovchi infeksion kasalliklar tufayli siydik yo'llarda yallig'lanish ro'y beradi va yallig'lanish natijasida demak achishish hissiyotlari paydo bo'ladi. Bilasiz, masalan, oddiygina achishishni mexanizmini rivojlantirishni sizlarga tushuntirib bermoqchiman. Masalan, aytaylik, og'iz bo'shlig'imizga birorta bir yara toshib qolsa, ovqat yegan paytimizda yarani o'sha ovqat bilan yara kontakt bo'lgan paytida yaraga ovqat tegib kelsa, jizillab achishish hissiyoti paydo bo'ladi. Xuddi shu narsa bizning qovog'imizda bo'lgan paytda ham ro'y berishi mumkin. Yoki siydik kanali, ya'ni tashqi chiqaruv kanali. Ayollarda kalta bo'ladi, erkaklarda uzun bo'ladi. O'sha siydik chiqaruv kanalida shishlar paydo bo'lsa, demak o'shasiga отек deyiladi yoki qizarishlar paydo bo'lsa, peshob chiqayotgan jarayonda shuni nervlarni ta'sirlantirish natijasida achishish hissiyoti paydo bo'ladi. Achishish hissini kelib chiqishi, ya'ni rivojlanishi o'sha nerv atrofida shish paydo bo'lishi, qizarish paydo bo'lishi, ya'ni natijasida nerv tollarini atrofida yallig'lanish maxsus o'zini mediatorlar bo'ladi, yallig'lanish chaqiruvchi. Biz uni interleykinlar deymiz yoki shunaqa vositalar bo'ladi. Shular nerv tollarini ta'sirlantirish natijasida nerv tollarida achishish yoki kuyish hissiyoti paydo bo'ladi. Endi masalan aytishingiz mumkin, kimdadir kuyish hissi bo'ladi. Kuyish hissi qanday kelib chiqadi? Kuyish hissini kelib chiqishini aniq tushuntirish qiyin, lekin o'sha nerv tollarini ta'sirlanish natijasida kimdadir masalan ba'zi bir nerv tutamlari bo'ladi, ular kuyish hissiyotini beradi. Odam o'zi og'riqni qabul qilishi, qabul qilishi va og'riqni tavsiflanishi har kimda har xil. Masalan, kimdadir masalan siydik yo'ldan yiring oqib yursa ham achishish bo'lmasligi mumkin. Kimdadir masalan arzimagan ozgina yallig'lanish paydo bo'lsa ham boshlanish etapda kuchli achishishlar bilan ro'y berib, bemorga juda ham bezovta chaqiradi. Demak, birinchisi bu siydik yo'llar shamollashlari bo'lsa, ikkinchi guruh kasalliklari bu erkaklarda uchraydigan. Faqat ayollarga xos emas, yana aytaman, ayollarga xos emas, erkaklarda uchraydigan prostata bezi kasalliklari, prostatit hisobga kelib chiqadi. Endi prostatit degani, bu prostata bezining ichida ikki xil guruh bo'ladi, bakterial va nobakterial formalar bo'ladi. Ba'zi erkaklarda masalan nobakterial formasi bo'ladi. Bu erkak kishida ko'pincha jinsiy hayotning nomutanosibdan kelib chiqadi. Endi masalan aytaylik, er-xotin munosabatlari bo'lib turadi-yu, lekin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin oilada ma'lum bir sabablarga ko'ra erkak-xotin o'rtasida jinsiy yaqinlik uzoqlashib ketib qolsa, erkaklarda nobakterial prostatit rivojlanishi mumkin. Bunga faqat jinsiy aloqa emas. Masalan aytaylik, sovuq joyda ko'proq yurib qolish, immunitetning tushib ketishi, yana undan tashqari ba'zi bir spesifik kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Masalan, tuberkulyoz degan kasallik bor. Ko'pchilik buni bilmaydi, tuberkulyoz borligini ham bilmaydi. Tuberkulyoz natijasida o'sha prostata bezida yallig'lanish paydo bo'ladi. Siydigida masalan infeksiya shamollash chiqmaydi, umuman ko'rinmaydi, siydik top-toza ko'rinaveradi. Prostata bezidan maxsus analiz olinadi, sekret degan. Prostata bezini erkak kishini barmoq bilan orqa tomondan barmoq bilan bosib massaj qilgan paytimizda siydik kanaldan demak oq
oqsimon suyuqlik ajraladi. Shuni biz mikroskopda suyultirib ko'ramiz. Ko'rgan paytimizda juda ko'p lekatsiyalar bo'ladi. Antibiotik dori vositalar beriladi, lekin o'tib ketmaydi. Bu yerda o'sha spesifik yalinish kasallik sababchi bo'luvchi kasalliklar bor. Shulardan birinchisi, eng xavflisi bu tuberkuloz sabab kelib chiqadi. Demak, prostata bezidagi yana boshqa kasalliklar bor. Masalan, prostata bezida ba'zi odamlar tosh paydo bo'ladi. Surunkali prostata natijasida chandiqlar paydo bo'ladi. Chandiqlar, toshlarning paydo bo'lishi o'sha prostata bezining ichida bor bo'lgan maxsus nerv tutamlarining ta'sirlanishiga olib keladi. Endi 3-guruh kasalliklari juda ko'pchilik yoshlarda ayniqsa uchraydi, ayollarda ham, erkaklarda ham. Ko'proq erkaklar bundan qattiqroq aziyat chekadi. Sababini ham aytib ketaman. Bu jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklar, jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar. Juda ko'pchiliklar biladi bu narsada. Ba'zi odamlar qayta-qayta yuqtirib yurishadi. To'g'risi, buni masalan bekita olmaymiz. Ochiq aytishimiz kerak, jamiyatimizda hozirgi kunda ham bu narsa saqlanib qolgan. Demak, ko'chada ba'zi erkaklar ayollar bilan demak himoyalanmagan tartibda, demak kutilmagan, o'chasiga neожиданный deyiladi, ya'ni kutilmagan jinsiy yaqinlik qilib qo'yishadi. Masalan, korporativlardan keyin yoki masalan ishxonada qaysidir erkak bilan ayol o'rtasida bo'lib qolishi mumkin yoki endi bilasiz, hamma jamiyatda bor. Demak, erkak va ayol o'rtasida pullik munosabatlar tufayli ham demak jinsiy yaqinlik ro'y beradi. O'sha natijasida masalan ba'zi ayollarda o'sha bo'ladi, aytaylik gonoreya, xlamidioz, ureoplazmoz, taksoplazmoz degan jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalar bo'ladi. Ayniqsa taksoplazmoz bo'lsa, qichishish, achishish hissiyotlari juda kuchliroq bo'ladi. Xlamidiyada ham shunaqa bo'ladi, qichishish, achishishlar unaqa ro'y beradi. Endi gonoreya yuqtirgan bo'lsa, gonoreyada o'zining bilasiz ko'pchilikka ma'lum spesifik belgisi bor. Bu siydik yo'lidan yiring keladi. Oppoq yiring keladi. Boshida achishish hissiyotlari bo'lib turadi-yu, keyinchalik borib bu yiringga o'tib ketadi. Yiring paydo bo'ladi. Bemorlar shu zahoti darhol shifokor urologga kelib murojaat qilib, demak davolanish choralariga majbur bo'ladi. Albatta bu infeksiyalarni bitta asosiy yomon tomoni bor. Bularni davolanishi uzoq vaqt talab qiladi. Ko'pchilik yiring to'xtagandan keyin bo'ldi, yaxshi bo'ldim, zo'r bo'ldim deb, bo'ldi, doktorga ham kelmaydi, shu bilan yuraveradi. Endi boyagi achishishga qaytadigan bo'lsak, ayollarda nima uchun achish ko'pincha ayollarda bo'lmaydi? Sababi oddiy. Anatomik jihatdan ayollarning siydik yo'li alohida, demak jinsiy yo'li alohida. Ayollarda masalan jinsiy yo'lida shu infeksiya rivojlansa ham, lekin achishish hissiyotlari bo'lmaydi. Ayollarda faqatgina qanaqadir zaph bilan, ya'ni hid bilan noqulay hid beruvchi ajralmalar kelib turishi mumkin. Ko'pincha ayollar bunga oddiygina yechim qilishadi. Masalan, aptekalardan o'sha antiseptik maxsus svechalarni qo'yishadi, shu bilan bu muammoni bartaraf qilishadi, yurishaveradi. Lekin degan joyi bor. Lekin degan tomoni shundaki, ayniqsa masalan ba'zi ayollar yoshlik paytida masalan turmush qurmasdan jinsiy yaqinlikni boshlab borishadi hamda shunaqa infeksiya yuqtirib, keyinchalik bu infeksiyalarni betartib jinsiy aloqadan yuqtirgan infeksiyalarni to'g'ri davolamaslik natijasida infeksiya bachadon ichiga hamda bachadon naylariga hamda tuxumdonlariga o'tib ketadi. Tuxumdonlarda o'tib bachadon naylarini bekilishiga olib keladi. Bu kasallikni salpingo ovofarit deyiladi. Salpingo ovofarit natijasida bachadon naylari bekiladi. Keyinchalik masalan farzand ko'rish reja qilgan paytda demak tabiiy homiladorlik ro'y bermaydi. Erkaklarda ham o'sha jinsiy yo'l bilan yuquvchi kasalliklarni vaqtida davolamasa, boya aytgandek, yiring to'xtagandan keyin yoki achish yo'qolib ketgandan keyin yigitlar yoki masalan o'sha yosh katta erkaklar ko'pincha bu narsaga ahamiyat qaratmaydi va yuraveradi. Bu borib bu infeksiya to'g'risi hech qanaqa belgi bermaydi. Kecha men o'zim istoriyamda qo'ydim. Bir yigit keldi, urug' foizi 0. Rossiyada ishlagan, albatta to'ydan oldin Rossiyaga borgan, ishlagan, uzoq vaqt davomida Rossiyada ko'chada har xil ayollar bilan palapartish jinsiy hayot kechirib yurgan, kasallik yuqtirgan, ahamiyatsiz qoldirgan, boshida achishgan, to'g'ri, achish hissiyotlari bo'lgan. Yana bitta narsani ahamiyatga olishimiz kerak. Peshobning o'zini ham demak antiseptik xususiyati bor. Sostavida, tarkibida. Demak, sidik kislotasi bo'lganligi uchun o'sha mochevой kislota antiseptik foyda ta'sir qiladi, ya'ni mikroblarni o'ldirib yuboradi. Ba'zi bir eski kitoblarda shunaqa ta'limot bo'lardi.
masalan begona ayol bilan jinsiy aloqa qilmoqchi bo'lsang, qovog'ingni to'ldirib aloqa qil, hamda aloqa qilib bo'lgandan keyin o'sha siyib tashlasang infeksiya yo'qolib ketadi degan tendensiyalar bo'lgan. Bu biroz qisman to'g'ri, lekin 100% to'g'ri emas, chunki infeksiya saqlanib qolishi mumkin. 100% garantiya emas. Shuning uchun shunaqa holatlar ro'y bermasligi uchun himoyalangan tartibda jinsiy aloqa qilish tavsiya qilinadi tibbiyot tomonidan. Endi o'sha jinsiy yo'l bilan yuquvchi infeksiyalarni vaqtida davolamasa, bu infeksiya hech qanaqa belgi bermasdan urug' yo'llarini chandiqlanib bekilishiga olib keladi va yigitlar uylanish arafasida sperma tahlili topshirgan paytda sperma tahlili 0 bo'lib chiqadi. 0. Sababi urug' yo'llar chandiqlanib ketib bo'ldi. Endi foydasi yo'q. Tabiiy yo'l bilan homiladorlik bo'lmaydi. Afsus, shunaqa holat bizning respublikamizda oxirgi yillarda juda ko'payib ketgan. Masalan, men o'zim bir xususiy klinikada urolog bo'lib ishlaydigan bo'lsam, qabulimga har oyda deyarli 4 ta, 5 ta yigitlar aynan shunaqa muammo bilan murojaat qiladi. Demak, achish mavzusiga qaytamiz. Achish mavzusini 3-guruh achishga sababchi bo'ladigan 4-guruh asosiy sabablardan bittasi, ayniqsa bu ayollarda ko'p uchraydi. Bu tashqi a'zolarga har xil intim genlardan foydalanish. Intim genlar ko'pchilik qo'llaydi, ayollar qo'llaydi. Lubrikantlar degan narsalar ham chiqib ketgan hozirgi kunda. O'sha jinsiy aloqada o'sha yaxshilash uchun, komfort bo'lish uchun intim gellardan jinsiy yaqinlikdan oldin qo'llanishadi hamda o'sha lubrikantlarni qo'llab foydalanishadi. Lekin bu uretraga kirib ketish natijasida, o'sha tashqi jinsiy a'zodan tashqi uretraga kirib ketish natijasida ular ko'pchiligi sifati pastligi yoki tarkibida juda ko'p lubrikant tarkibida har xil bo'yoq vositalarini qo'llanilishi yoki konservativ dori vositalar deyiladi, ya'ni konservantlar deyiladi, hid beruvchi qanaqadir vositalar ko'p bo'ladi. Bular o'sha tashqi uretradagi epiteliyni yoki shilliq qavatlarni zararlantiradi. Va natijada u yerda demak kimyoviy kuyish chaqiradi. Hamda siyish jarayonida keyin achish paydo bo'laveradi. Lubrikantlarni ular o'ylaydiki, mutlaqo bezarar deb o'ylaydi, lekin achishdan xalos bo'lmaydi. Urologga boradi, siydiganasi topshiradi, aytadi, siydik qilayotgan paytimda achishyapti doktor deydi. Siydigan azob ko'riladi, o'tadi. Sizda siydiganingiz toza chiqdi. Mana siydingizda lekaslar yo'q, normal, top-toza. Xullas kalom, siydik sabab achishi boshqa narsadan bo'lsa kerak deb doktorjon turadi. U ginekologga boradi, ginekolog uni mazok olib ko'radi, mazok top-toza chiqadi. Ayniqsa ayollar ginekologlar ko'pchilik biladi, mazok iz 3 точек deyiladi, ya'ni 3 ta nuqtadan olinadi. Uretra kanali og'zidan olinadi, demak servikal kanaldan hamda qindan olinadi. O'sha 3 ta mazok olib ko'rilgan paytda ham mazok top-toza chiqadi. Hamda ginekolog aytadi, menda ham sabab ko'rmayapman, lekin achish to'xtamaydi. Achishning sababi, asl sababi o'sha demak qo'llagan intim genlar sababchi bo'ladi. Bu oxirgi paytda juda ko'p uchrayotganligi uchun men sabablarni yuqorisiga qo'yapman. Demak, keyingi guruh sabab achishga sababchi bo'ladigan narsa bu siydik yo'llardagi har xil toshlarning paydo bo'lishi hamda kristallar paydo bo'lishi. Ko'pincha siydik yo'ldan mayda-mayda zarrachalar ko'rinishda 3, 4, 5 mm bo'lgan mayda-mayda tuzlar cho'kadi, tushadi hamda cho'kadi. Shular siydik yo'llardagi shilliq qavatni demak ta'sirlantiradi yoki zararlantiradi. Ularni butunligini buzadi. Harakatlanib kelayotgan paytda ularni o'zini demak uchi o'tkir bo'lgan zarrachalar bo'lishi hisobiga ular siydik yo'llarini zararlantirib, biroz siydikda qon paydo bo'lishiga hamda keyinchalik zararlantirish natijasida peshob chiqayotgan paytda o'sha zararlangan shilliq qavat tagidagi neftonlarni peshob tufayli ta'sirlanadi hamda achishish hamda o'sha siyish jarayonida biroz diskomfortlar paydo bo'lishi mumkin. Yana bitta guruh kasalliklari bor. Bular nevrologik kasalliklar, asab bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar. Afsuski, bunday guruh bemorlarni davolash juda ham qiyin, lekin davolasa bo'ladi. Ba'zi ayollarda surunkali sistit natijasida uzoq vaqt surunkali sistitlar bo'ladi, boshqa bo'ladida. Bosh miyada shunaqa odamning bosh miyasida shunaqa xususiyati borki, bosh miyada biror bir kasallikdan qo'rqsa, biror bir kasallikdan paydo bo'lishidan odamda vahima hissi paydo bo'lsa, bosh miyada patologik achak paydo bo'ladi. Aytaylik, shamollab qolishi mumkin. Yoki masalan, eri bilan yaqinlik qilgandan keyin 3-4 marta yaqinlik qilgan, doim oldinlar sistit bo'lgan bo'lsa, aytaylik, yoki sovuq joyda ishlab, zax joyda ishlab, sistit qo'zg'ab bezovta qilgan bo'lsa, keyinchalik
sovuq joyda ishlamasa ham yoki eri bilan jinsiy yaqinlikdan keyin bo'lmasa ham o'sha bosh miyadagi patologik jarayon hisobiga achishish, kuyish hissiyotlari saqlanib qoladi. To'g'risi, men masalan amaliyotimda shunaqa ayollar ko'p uchragan, menga murojaat qilgan. Hamma analizlar ko'rganmiz. Achishishga sababchi bo'ladigan faktorlarni tekshirib ko'rganmiz. Demak, siydigni ekmaga, ya'ni bakpassiv deymiz-ku, bakpassivlar, siydik analizlari, boshqa analizlar olib ko'rilgan, hammasi ideal, zo'r. Ginekologik surtmalar olingan, hammasi zo'r. Lekin ayolda achishish hissi hech qachon qolmaydi. Hech qachon o'tib ketmaydi. Bunday vaziyatlarda ko'pincha men bemorlarni so'rayman, sizda o'zi oldin shunaqa bo'lganmi? Anamnezini juda ham katta ma'lumot beradi. Bemor o'zi gapirib beradi. Anamnezini surishtiramanda bosh miyani tinchlantiruvchi, biz tilimizda antidepressant deyiladi. Antidepressant dori vositalarini uzoq muddatga bergandan keyin boyagi bosh miyadagi patologik achak so'nadi va ayollarda achishish va kuyish hislaridan asta-sekinlik bilan demak qutuladi. Shuna sabablar bo'lishi mumkin. Yana bitta nevrologiya, ya'ni asab tolalariga bog'liq bo'lgan sababi bu orqa miyadagi umurtqa pog'onasining stenoz deyiladi hamda grizhalar tufayli bo'ladi. Oyoqlarida tortishishlar, oyoqlarda ham kuyish hissiyotlari, oyoqlarni uvishishi bilan birga qatorda o'sha peshob chiqish jarayonida ham achishish hissiyotlari bo'ladi. Bunday guruhda bemorlar ginekolog va urologlarning mijozi bo'lib yuradi, borib davolanib yurishadi, lekin foyda bermaydi. Afsuski, ba'zi bir doktorlarimiz ham men shu tanqid qilmoqchiman, chunki shunaqa vaziyatda siydik analiz normal chiqsa ham antibiotik yozib berish udum bo'lib qolgan. Sizlarni hech qachon esdan chiqarmanglar. Bemorlarga yana qayta aytaman, peshob analizi toza chiqsa hech qachon antibiotik ichmang. Agar sizni siyishingizda achishish bo'lsa ham, bilingki achishish boshqa sababdan. Sabablarni o'rganish kerak. Hech qachon sabablarni o'rganishdan to'xtamang. Doktor sizga yozib beryaptimi, u doktordan qoching. Sababi chunki peshob chiqarishda achishishning sababi aniq bo'ladi. Ishoning, aniq bo'ladi. Aytayotgan sabablardan tashqari yana sabablari bor. Yana o'sha umurtqa pog'onasiga bog'liq bo'lgan sabablar juda og'ir paytda ko'p uchrayapti. Ko'pchiligimiz odatda o'tirib ishlaydigan odatdagi ish tarziga o'rganib qolganmiz. Juda ko'pchilik masalan korxonalarda, buxgalteriya bo'lishi mumkin, boshqa maktabda ko'pchiligining hozirgi kundagi hayot tarzi faqat o'tirish bilan bog'liq. Natijada umurtqa pog'onasini oralarida protruziyalar paydo bo'ladi. Protruziyalar keyinchalik demak umurtqa pog'onasidan chiquvchi nerv kanallarini torayishiga olib keladi. Hamda nerv tolalarining torayishi, nerv tolalarining qisilishiga va qisilish tufayli har xil tipdagi demak nevrologik belgilar bo'ladi. Shu jumladan qovuqda demak kuyishish, achishish hislari, siyish chiqarish jarayonidagi achishish hissiyotlari bilan ham birga ketishi mumkin. Shunaqa sabablarni davolab o'rganish kerak. Va oxirgi guruhi qoldi, bu onkologik kasalliklar. Afsuski, bunaqa guruhdagi bemorlar ham hozirgi kunda uchrab turibdi. Ayniqsa ayollarda qovuqda shunaqa kasalliklar bor. O'chasiga ploskepitelyarniy rak mochova puzыря deyiladi. UZIda ko'rganda hech qanaqa rak kartinasini ko'rib bo'lmaydi. Hattoki MRT qilsangiz ham, MCGda tekshiruv qilsangiz ham, demak, yassi epitelial deyiladi. Bizning tilimizda yupqagina demak o'sma bo'ladi. Yana yomon tomoni bu o'sma tez tarqalib ketadi, tez o'sib ketadi, boshqa a'zolarga o'tib ketish xavfi bor. Afsus, shunaqa kasalliklar hozirgi kunda uchrab turibdi. Afsus, bizga ular kech murojaat qilishadi. Achish payti aytganimdek, demak, og'riq qoldiruvchi antibiotik dori vositalarini ichib, demak, yassi epitelial rak hujayrasi, yassi epitelial demak qovuq raki achish hissiyotlari bilan bo'ladi. Bemorlar ahamiyat bermasligi yoki to'liq diagnostika qilinmasligi natijasida bu kasalliklar boshqa a'zolarning metastazi hamda bemorlarning erta nobud bo'lishiga sababchi bo'ladi. Afsus, ming afsus, shunaqa holatlar uchrab turibdi. Ayniqsa bunaqa bemorlar kech bo'lgan paytda onkologiyada yotib, kimyoterapiyalar olib, demak hayotini demak erta barbod bo'lishiga sababchi bo'ladi. Ming afsus, shunaqa kasalliklar bor. Men bu orqali bemorlarni qo'rqitmoqchi emasman. To'g'ri taktika qilinsa hamda achishga sababchi bo'ladigan faktorlarni o'rganish kerak. Vaziyat tug'ilsa biz даже bemorlarga sistoskopiya degan tekshiruv o'tkazamiz. Ya'ni qovoqning ichini maxsus endoskop bilan kirib ko'ramiz. To'g'risi ko'pchilik ayollarimiz buni erkak urologlar ko'pchilik erkak kishi bo'lgani uchun erkak kishiga borib bunaqa tekshiruvdan o'tishdan uyalishadi. Natijada demak kasallikni o'tkazib olishga sababchi bo'ladi.
agar imkon tug'ilsa, hozir ayol urologlar ham bor. Ayol urologlar orqali hech bo'lmaganda o'sha siskopия tekshiruvini o'tkazib, o'shani video xulosasini olib, boshqa mutaxassislar bilan ham maslahatlashishni men tavsiya qilaman. Undan tashqari onkologik bo'lmagan yana bir qovoq kasalliklari bor. Bu demak leykoplakiya deyiladi. Shunaqa kasallik bor. Bu rak kasallik emas, yomon kasallik emas. Shunaqa kasallikda surunkali yalinish natijasida qovoq ichida mana terimiz yuzasida yassi epiteliy bo'ladi. Qovoq ichida silindrsimon epiteliy bo'lsa, shu teridagi epiteliy qovoq ichiga o'sib kiradi. Mana biz terimizdagi epiteliy muguzlanuvchi deyiladi, ya'ni vaqt kelsa tanada o'sha teri qavatlar ko'chadi. Shu muguzlanish hisoblanadi. Shu narsa qovoq ichiga o'sib kiradi hamda qovoq ichida muguzlanib, nerv tollarning ochilishiga hamda peshob qilish payti achishish hissiyotlari bilan kechadi. Kuyish, achish bilan bo'ladi. Afsus, leykoplakiyasi bor bo'lgan bemorlar uzoq vaqt antibakterial davo preparatlarini ichib, antibiotiklarni ichib, ichakning buzilishiga olib keladi. Ichak buzilib, yanada battar bo'ladi hamda davolanish jarayonlarini og'irlashishiga sababchi bo'ladi. Agar sizda masalan achishda kabi hissiyotlar bo'layotgan bo'lsa, analizlaringiz, qon tahlillaringiz, CD tahlillar bo'lsa, tortinmasdan meni demak profilimdagi telefon raqamimga orqali Telegramga yuborsangizlar bo'ladi yoki to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqsangizlar, albatta men sizlarga yordam beraman. Xulosa qilib aytmoqchimanki, agar siz siyish jarayoningizda achishni masalan uzoq vaqt davomida davolanib hech qanaqa samara topmayotgan bo'lsangiz yoki dori vositalardan keyin o'tib ketmayotgan bo'lsa, ba'zan achishdan keyin demak siylikning rangining o'zgarishi, og'riq, isitmalar ko'tariladigan bo'lsa, hech qachon jim o'tirmang. Shifokorga borishni hamda analizni topshirib, to'g'ri davolanishni, to'g'ri taktika qilishni tavsiya qilaman. Sog'lig'ingiz juda ham muhim. Hayotda ba'zi bir kasalliklar bo'ladi, insoniyatni umuman jamiyatdagi hayotdagi sifatini buzilishga olib keladi. Siyish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar ham xuddi shunday kiradi. Sababi ba'zi bir insonlarni ko'rganman, yuqori lavozimda ishlaydigan odamlar hattoki tez-tez siyish tufayli o'sha ishidan, kasbidan ajrashga sababchi bo'lib qolgan. Shuning uchun kasalliklarni erta bosqichda davolash hamda ularni oldini olish osonroq bo'ladi. Vaqtni boy bermang. Sog'lig'ingizdagi shu kabi muammolar bo'lsa, sizga sifatli urologik maslahatlar hamda davolanishni xohlasangiz, menga to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqishingiz mumkin. Men sizlarga yordam berishdan doimo mamnunman. Sog' va salomat bo'ling.